Bugungi kunda futbol katta biznesga aylandi. Unda klublar yuqori darajada raqobatlasha olishlari uchun doimiy ravishda ulkan mablag' sarflashlari kerak bo'lmoqda. Bunday sharoitda kichik klublar tan olingan gigantlar soyasida qolishga majbur bo'lib, boshqa jamoalarning muvaffaqiyatini kuzatishiga to'g'ri kelmoqda. Ammo futbol tarixida ko'plab holatlar bo'lgan. Oddiy outsiderlar o'zlaridagi muvaffaqiyatsizlar tamg'asini uloqtirib, butun dunyoga jaranglagan sensatsion g'alabalarni qo'lga kiritishgan. PM News kanalida bugun biz futbol tarixida kutilmagan tarzda chempion bo'lib, o'z nomini abadiyga yozib qoldirgan jamoalarni eslaymiz. Kaiserslautern 90-yillar oxiridagi Kaiserslautern tarixi xuddi Gollivud filmiga o'xshardi. 1996-yilda klub Bundesligadan tushib ketdi va klub oldida xafa bo'lgan muxlislar ko'z o'ngida 2-divizion botqog'idan chiqib, yo'qotilgan o'rnini qaytarish vazifasi turardi. Bu masalani hal qilish uchun kichik klublarda ham natija chiqarish qobiliyati bilan tanilgan Otto Rehhagel taklif qilindi. Oradan 1 yil o'tib Qizil iblislar jamoasi Bundesligaga qaytdi va Germaniyaning eng kuchli jamoalari qatorida mustahkam o'rn egallash orzusini o'z oldiga qo'ydi. Ammo hech kim keyingi mavsumda ularni qanday muvaffaqiyat kutayotganini tasavvur ham qilmagan edi. Yulduzlarsiz tarkibga ega bo'lsa-da, Rehhagel intizomli va temir xarakterli jamoa yaratdi. O'z futbolchilariga raqiblarning nomidan cho'chimay, o'zlariga ishonchni singdirdi. Jamoa ichida esa butun Germaniyaga o'zini tanitadigan ruhiy birlik hosil qildi. Mavsum boshidanoq Kaiserslautern kutilmagan natijalar qayd etdi va ikkinchi turda kuchli Bavariyani ham mag'lubiyatga uchratdi. Bu g'alaba yangi jamoaga e'tibor qaratilishiga va ular tez orada chempionat yetakchiligini qo'lga olib, sovrin sari olg'a intilishiga sabab bo'ldi. Tajriba va yoshlik uyg'unligi ularga tezkor o'yin olib borish, ruhiy barqarorlikni saqlash imkonini berdi. Muxlislar esa jamoani faqat qo'llab-quvvatlabgina qolmay, uy o'yinlarida birlik muhitini yaratib berishdi. Natijada qizillar Borussiya, Schalke va Bavariya kabi gigantlardan qo'rqmasdan o'ynab, o'z kuchiga ishonchini ko'rsatdi. Dramaga boy yakunga qaramay, Kaiserslautern peshqadamlikni ushlab qoldi va imkonsizdek tuyulgan narsani amalga oshirdi. Bundesligaga yangi ko'tarilgan jamoa darhol chempionlikni qo'lga kiritib, muxlislarga haqiqiy mo'jizani taqdim etdi. Bu muvaffaqiyat futbol olamida hamma narsa mumkinligini isbotlab berdi. Otto Rehhagel esa yillar o'tib yana bir ertakni yozdi. U Gretsiya bilan Yevropa chempioniga aylandi va shundan buyon unga futbol sehrgari degan laqab qo'yilgan. Leicester. Bu borada yana bir yorqin misol. Bu albatta Leicester. 2015-yilda klub APLda o'z o'rnini zo'rg'a saqlab qoldi va ko'pchilik ularni keyingi mavsumda chempionshipga tushib ketishga asosiy nomzod sifatida ko'rardi. Buning ustiga rahbariyat Nigel Pearsonni ishdan bo'shatdi va uning o'rniga Gretsiya terma jamoasi bilan muvaffaqiyatsizlikka uchragan Claudio Ranierini olib keldi. Ko'pchilik uni jamoani qulashdan saqlab qolishiga ham qodir emas deb bilardi. Bukmekerlar esa Leicesterning chempion bo'lish ehtimolini 5000 ga 1 qilib belgilashdi. Muxlislar esa kulgu uchun atiga bir necha funt tikishar, jamoa katta yutuqlarga erishishi mumkinligini hatto o'ylashmasdi ham. Ammo birinchi turdanoq Leicester jasur futbol ko'rsata boshladi va raqiblarning nomiga e'tibor qilmadi. Hujumda Jamie Vardy porlay boshladi. Yaqinda havaskor ligalarda to'p surgan futbolchi birdaniga gol mashinasiga aylandi. Yon chiziqda esa tezligi va texnikasi bilan Riyod Mahrez yorqin o'yin ko'rsatib, raqib himoyasini yorib tashlardi. Markazda esa kichik bo'lsa-da qudratli N'Golo Kante va u raqib hujumlarini buzib, jamoaga zarur bo'lgan muvozanatni olib kelardi. Ranieri esa sodda ammo samarali futbol tizimini joriy etdi. Mustahkam himoya va tezkor qarshi hujumlarga tayanadigan uslub. Bu taktika o'zini to'liq oqladi va kerakli natija berdi. Noyabrga kelib, Leicester Chempionlar Ligasi zonasiga chiqdi. Ammo ekspertlar bunga ishonishmasdi va tez orada jamoa qulashini aytishardi. Biroq Ranieri jamoasi suratni pasaytirmadi. Vardy ketma-ket 11 ta o'yinda gol urib, APL rekordini o'rnatdi. Mahrez o'z sehrini davom ettirdi. Kante esa butun maydonni yopib, raqiblarni yo'q qildi. Manchester City ustidan safarda qozonilgan g'alabadan so'ng ko'pchilik bu muvaffaqiyat tasodifiy emasligini anglab yetdi. Bahorga kelib, ertak asta-sekin haqiqatga aylandi. Butun Angliya tan olingan gigantlarga qarshi chiqayotgan jamoani hayrat bilan kuzatardi. Mavsum kulminatsiyasi Chelsea va Tottenham o'rtasidagi bahs bo'ldi. Chempionlik taqdiri aynan shu o'yinda hal qilinardi. Leicester futbolchilari barchasi Jamie Vardyning uyida yig'ilib, o'yinni televizorda kuzatishdi. Yakunda esa durang qayd etildi va shu bilan Leicester rasman Angliya chempioni deb e'lon qilindi.
Bu voqea butun dunyo muxlislariga quvonch ulashdi, chunki Lesterning chempionligi futbolga haqiqiy mo'jizani qaytardi. Outsiderning eng kuchli liga cho'qqisiga chiqishi muxlislar xotirasida abadiyga qoladi va futbol olamida hamma narsa mumkinligining ramziga aylandi. Deportivo La Coruña 2000-yilgi chempionlik unvoni Deportivo uchun tarixiy voqea bo'ldi. Chunki Erueta boshchiligidagi yorqin jamoa nafaqat Ispaniya futbol elitasiga kirib bordi, balki abadiy Super Depor laqabini ham o'ziga mustahkamlab oldi. Fran, Mauro Silva, Pauleta va Makay kabi yulduzlar porlagan jamoa 1999-yilga kelib allaqachon o'zining eng yuqori cho'qqisiga yetgan edi. 1994-yildagi omadsizliklardan keyin ular katta ishtiyoq bilan qarzdorlikni uzishga va nihoyat Ispaniya futboli cho'qqisini zabt etishga intilishardi. O'z navbatida Erueta jamoaga juda yorqin hujumkor o'yin qo'lladi. Bu esa Deporga mavsum boshdanoq birinchi o'ringa ko'tarilish imkonini berdi. Yanvar oyiga kelib, jamoa allaqachon 5 ochkolik ustunlikka ega edi va Real hamda Barselonaga qarshi o'yinlarda ham o'z darajasini ko'rsatib, muxlislarga yorqin yakun uchun katta umid ulashdi. Oxir-oqibat mavsumni lider sifatida o'tkazgan Deportivo 19-may kuni Espanyolga qarshi o'yinda 2-0 hisobida g'alaba qozonib, La Liga Chempionlik kubogini boshi uzra ko'tardi. Yakuniy hushtak yangragach, minglab muxlislar maydonga yugurib kirib, sevimli jamoasining tarixiy g'alabasini nishonlashdi. Ammo vaqt ko'rsatganidek, bu yutuq Super Deporning eng yuqori nuqtasi bo'lib qoldi. Yillar o'tib jamoa o'z pozitsiyalarini boy berib, oxir-oqibat sekundagacha tushib ketdi. Inqirozlar va muammolarga qaramay, Deportivo muxlislari xotirasida 2000-yillar boshidagi eng yorqin jamoalardan biri sifatida abadiyga saqlanib qoladi. Nottingham Forest 70-yillarning o'rtalarida Nottingham Forest ingliz futbolining grandi maqomidan ancha yiroqda edi. Klub divizionlar o'rtasida sarson bo'lib, elitaga chiqishga uringani sayin muvaffaqiyatsizlikka uchrardi. Ammo hammasi o'zgardi, chunki jamoaga Brian Clough keldi. U mojaroli obro'-e'tiboriga qaramay, kichik klublar bilan ham katta yutuqlarga erishish qobiliyatini allaqachon namoyish etgan edi. Dastlabki matbuot anjumanida Clough o'ziga xos uslubda tez orada Nottingham Forest Angliyaning eng yaxshi jamoasiga aylanishini aytdi. O'sha paytda bu gaplar ko'pchilikka kulgili tuyulardi. Chunki Nottingham 2-divizionda qolish uchun kurashayotgan va hatto yuqoriga ko'tarilishga da'vogarlar qatoriga ham kirmagan edi. Biroq Brian Clough va uning yordamchisi Peter Taylor jamoani to'liq qayta qurishni boshlashdi va asta-sekin kelajakdagi muvaffaqiyat poydevorini qo'yishdi. 1977-yilda O'rmonchilar nihoyat elitaga ko'tarildi va shu paytdan buyuk jamoaning tarixi boshlandi. Mavsum startidan oldin Clough yana hammani hayratda qoldirdi. U Nottingham darhol chempionlik uchun kurashishga tayyor va eng kuchli klublardan qo'rqmaydi deb e'lon qildi. O'z kuchiga bo'lgan aql bovar qilmas ishonch va futbolchilarni ruhlantira olish qobiliyati Cloughga jamoasidan maksimal foyda olish imkonini berdi. Jamoa tezda kuchlilar safida o'z o'rnini mustahkamladi. 25 ta o'yinda mag'lubiyatsiz seriya qayd etdi. John McGovern, Larry Lloyd va Peter Shilton kabi futbolchilar jamoaning asosini shakllantirib, raqiblarga qaramasdan o'z maqsadlariga intilishdi. Oxir-oqibat yangi jamoa maqomiga qaramay, Nottingham Forest dadil o'yinlari bilan chempionlikni qo'lga kiritib, o'sha davr futboldagi eng katta sensatsiyalardan birini taqdim etdi. Albatta, bu muvaffaqiyatning asosiy qahramoni Brian Clough edi. U futbolchilarga ishonch bag'ishlab, muxlislarga chinakam mo'jiza tuhfa etdi. Keyinchalik u Nottingham bilan ketma-ket 2 marta Yevropa Chempionlar Kubogini yutib, nafaqat klub, balki butun ingliz futbol tarixida o'chmas iz qoldirdi. Lens 1997-1998-yilgi mavsum boshlanishidan oldin Liga 1da o'tgan yili zo'rg'a tushib ketishdan qutulib qolgan Lens Fransiyaning eng kuchli jamoalariga raqobat ko'rsata oladi deb ishonadiganlar juda ham kam edi. O'sha paytda Marseille, Paris Saint-Germain, Lyon va hattoki Auxerre ham Lensliklardan ancha ustun hisoblanardi. Shuning uchun dastlab Lens hatto kuchli beshlikka ham nomzod sifatida ko'rilmagan edi. Ammo bosh murabbiy Daniel Leclerc qisqa vaqt ichida yulduz futbolchilarga ega bo'lmagan, biroq xarakter va g'alabaga bo'lgan ishtiyoq bilan ajralib turadigan jamoa tuza oldi. Mavsumning ilk o'yinida Lens Auxerre'ni muammosiz mag'lub etdi. Ammo keyinchalik o'yinlardagi beqarorlik sababli jamoa turnir jadvalining o'rtalariga tushib ketdi. Burilish nuqtasi esa amaldagi chempion Monaco ustidan safarda qozonilgan g'alaba bo'ldi. Bu natija futbolchilarga ishonch bag'ishlab, ularga kerakli turtki berdi
Shundan so'ng Lans ketma-ket 7 ta o'yinda g'alaba qozondi va kutilmaganda Liga 1 peshqadamlari qatoriga chiqdi. Chempionlik taqdiri so'nggi turda hal bo'ldi. Lansga durang ham yetarli edi, ammo jamoa oxirigacha kurashdi va oxirgi o'yin dramatik tus oldi. 15-daqiqadayoq Oser hisobni ochdi va Lansning orzusi qo'ldan chiqayotgandek tuyuldi. Bundan tashqari Metz o'z o'yinida Lyonni mag'lub etdi. Bu esa bosimni yanada kuchaytirdi. Ammo 53-daqiqada hisobni tenglashtirgan Lans vaziyatni nazorat ostiga olib, klub tarixidagi birinchi chempionlikni qo'lga kiritdi. Final xushtagidan so'ng stadiondagilar va butun Lans shahri ko'chalari quvonchdan portlab ketdi. Asosan konchilar yashaydigan bu mehnatkash shahar uchun bu chempionlik ulkan faxr va tarixiy voqea bo'lib qoldi. Do'stlar, sizningcha futbol tarixidagi eng kutilmagan chempionlik qaysi bo'lgan? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.